Haqiqiy Italiya klassikasi spagetti bolognezini bugun uy sharoitida tayyorlaymiz. Haqiqiy italyancha ta'm. Ba'zan Italiyaga borish shart emas, chunki haqiqiy Italiya ta'mini o'zingiz oshxonangizda tayyorlashingiz mumkin. Italyanlarning yuragini rom etgan bu taomni tayyorlash uchun birinchi bo'lib piyoz, chesnok, sabzi, seldir mayda to'g'ralib qovuriladi. Bu to'rtlik bolognez sousining asosi, ularning birlashuvi taomdagi lazzat va tabiiy aromatni ochib beradi. Endi qiymalangan mol go'shtini qo'shamiz va yana 5 daqiqa davomida qovuramiz. Tabga ko'ra tuz, murch beramiz va tomat pastasi qo'shib yana 3 daqiqa davomida qovuramiz. Shundan so'ng mayda to'g'ralgan pomidor solib, sousimizni yana 10 daqiqa davomida dimlab qo'yamiz. Shu orada pastani qaynatib olamiz. Eng to'g'ri tanlov Barilla. Italiyadagi birinchi raqamli pasta, qattiq bug'doy navlaridan tayyorlangan. Ishlatish va saqlash uchun juda qulay. Uni tuz solingan suvda qadoqda ko'rsatilgan vaqt bo'yicha pishirilsa, al dente holatida, ya'ni tashqaridan yumshoq, ichkaridan biroz qattiqroq bo'ladi. Shu payt pasta mukammal holatda hisoblanadi. Endi taomning yakuniy qismi. Tayyor pastani sousga qo'shamiz, yaxshilab aralashtirib, likopchaga solamiz va ustidan parmezan pishlog'idan sepamiz va Italiyaga xush kelibsiz.